Ko'pchilik o'ylaydiki, yangi tug'ilgan chaqaloqlarni asosan 1,5, 2 oylik, 1 oylik, 3 oylik qorni dam bo'lishi kasallik deb fikrlaydi. Lekin bu xato tushuncha. Hattoki bu ma'lumotlarni ko'pchilik tibbiy xodimlar ham chuqur negizini bilmasligi mumkin. Bugun sizlarga tushuntirib qo'yaman. Normal fiziologiyani tabiatan tushungan odam mana bu gaplarimni to'g'ri qabul qiladi. Chaqaloq tug'ilganida bu hayotga deyarli hech bir tomonlama moslashmagan steril bir mavjudot bo'ladi. Tirik jonzot kabi toza odam bolasi bo'lib dunyoga keladi. Siz tuqqan bola robot emas. Siz tuqqan mana bu chaqaloq, go'dak bu katta odam emas. Siz o'ylagandek yig'lamay yoki kutilmagan vaziyatda aytib qo'ymay yurish kerakligini u bilmaydi hali. Bu birinchidan. Ikkinchidan, chaqaloqni organizmi hali bu hayotga moslashmagan bo'ladi. Va albatta siz berayotgan sizni o'zingizni ko'krak sutingiz ham u uchun ilk 3-4 oyligigacha begona mahsulot hisoblanadi. Birgina sutini tarkibida onani necha xil vitamin, necha xil mineral, necha xil oqsil, necha xil turli-tuman tarkib bor. Har birini bolani oshqozon ichagi hazm qilib, ichaklari uni har bir detallarigacha so'rish kerak. Buning uchun ichaklardan normal florasi hosil bo'lishi kerak. Normal bakterial flora deganda ovqatni, sutni bijg'itadigan turli-tuman mikroorganizmlar biz bilan mujassam hayotda ichaklarimizda yashab turadi. Ular ma'lum bir miqdori yetmasa sut yaxshi hazm bo'lmaydi. Ko'payib ketsa yanada o'zgarish bo'ladi. Ana shuning uchun ham bu normaga tushgancha o'zi organizm regulirovka qilib soatdek ishlab boshlashi uchun tug'ilgan chaqaloq bu hayotga o'rnashish uchun sizni sutingizga moslash uchun kamida 3 oy vaqt o'tishi kerak. Doktor Ischanov Telegramdagi rasmiy kanalining belgisi mana 8 qirrali moviy yulduzchasi bor. Mana ko'rdingizmi? Mana shu bizning kanal. Normal sharoitda chaqaloqlar dunyoga kelganidan keyin 3-4 oyligigacha qorni dam bo'lishi, ichaklari dam bo'lishi, gaz kelishi bu norma. Hech qachon chaqaloq dunyoga kelib gaz chiqmasdan yoki gaz hosil bo'lmasdan ichaklari, organizmi, hazm tizimi onasini sutiga va ovqatlariga o'rganib ketmaydi. Bilib qo'ying, har safar onani suti berilganda unga o'rganishi uchun kamida 3-4 oy o'tishi kerak. Ikkinchidan, qandaydir yangi ovqat qo'shilsa, unga ham 3-4 oy o'tishi kerak. Smes berasiz, bu smesni ham turli tumanlarni aralashtirib yuborasiz, har biriga gaz hosil bo'ladi. Chaqaloqni tuqqaningizdan keyin o'zgacha ovqatlarni yeya boshlasangiz, turli-tuman ovqat ratsioningizga yangi mahsulotlarni kiritsangiz, ularga ham chaqaloqning oshqozoni sut orqali borganligi uchun moslashish kerak. Unda ham gaz yig'iladi. Gaz yig'ildi degani oxirgi zamon keldi degani emas. Chaqaloqlarning ichaklarida 3-4 oylikgacha gaz hosil bo'lishi norma va buning uchun eng katta yana bir yosh ota-onalarning qiladigan xatosi u deydi, bu deydi, turli-tuman siroplarni, damlamalarni berib tashlaydi. Yoki tabletka ezib beradi, parashok beradi, yoki vitamin deb beradi, qorni normallashtiruvchi unaqa bunaqa deb turli-tuman ferment saqlovchi moddalarni beradi. Lekin bu aslida o'zi bolada normada bo'lib turgan jarayon, uni ustiga ustak ximikat vositalarini qo'shib battar qildingiz. Aslida normada nima qilish kerak? Soat strelkasi bo'ylab gazni chiqarish uchun bo'sh vaqtingizda kuniga 3-4 mahal qorinchasini massaj qilish kerak, ichaklari yaxshi yurish uchun. Va albatta yotqizgan holatda har bir ikkala oyog'ini ushlab mana ikkalasini birga olib borsang, chaqaloqning qornidagi gazlari ortiqchasi chiqib ketadi. Va bu yoshlikdan bizni momolarimiz hech qachon onalarimiz qo'shimcha qanaqadir sal gaz hosil bo'ldi, unga ber, ichi qotdi, bunga ber, siychatdiq, o'qil, bo'qil deb tanamizni apteka qilib yubormagan. Hozirgi kelinlar xato qilib turibdi, turli-tuman siychalari ham tiqib turibdi, turli-tuman siroplari ham berib yotibdi. Hech qanaqa unday tabiiy bo'ladimi yoki aptekadan bo'ladimi, vitamin mahsulot bo'ladimi? Normal emib turgan chaqaloqqa keragi yo'q. Qaytanga u mahsulotlar ham organizm uchun yot. Ularga nisbatan ham reaksiya, turli jarayonlar yuz beradi. Normal ichakdagi muhitlari buzilib ketadi. Ana shuning uchun bolangizda yig'lasa yig'ladi deb dori bermaslik kerak.
ichi ketdi deb dori beravermaslik kerak. Hali bu yangi steril narsa. Hali sutingizga o'rganish uchun kamida oradan 6 oy o'tish kerak. Va bunga qo'shimcha sizni sutingizni har bir tarkibi o'zgarib turadi. Siz turli-tuman mahsulot yeb turasiz. Ana shuning uchun uni gohida ichi qotadi, gohida ichi keladi. Eng asosiy, siz har qanday vitamin deb, u deb, bu deb dorini og'izdan berib, svechani ketdan tiqib, bolani zararlab qo'ymang. Ertaga ichaklari gemoroy hosil bo'lishga moyil bo'lib qoladi, to'g'ri ichagi. Katta yo'g'on ichaklari nospesifik yazali kolitlar bo'lib qolishi mumkin yoki megakolon, mana shunga o'xshash jiddiy kasalliklar, diagnozlar kelib qolishi mumkin. Bolaga, chaqaloqqa normada ichaklarida gaz hosil bo'lganda hech narsa unga ortiqcha ximiyoviy modda asl kerak emas. U olib borsangiz частный klinikalardagi klient qilish uchun turli-tuman biznes vrachlari sizga o'zini dorilarini yozib beradi, qabuliga yozadi. Sizni qo'rqitish uchun, "Voy, qornidan bo'lib ketdi, voy, bunaqa bo'lib ketdi, bunaqa bo'lib ketdi" deb qo'rqitadi. Yana qabuliga yozib qo'yadi. Kelasiz, pul bo'lasiz ularga. Lekin bunday fikrlab ko'rsangiz, hech qachon bola tug'ilganidayoq bu dunyodagi yeguliklarga moslashib ketmaydi. Hali o'zimiz katta odamlar ham qandaydir yangi ovqat yoki boshqa bir davlatga borsak, qanday notanish ovqatlarni, notanish muhitni tatib ko'rsak, organizmimiz darrov buziladi, zirillab ichimiz ketadi. Hali bizni ichaklarimiz, tanamiz shuncha yoshga kirib, bu dunyoning yeguliklariga juda konkret moslashmagandan keyin, bolalar qanday moslashsin? 2 qulog'ingiz bilan eshitib qo'ying. 3 oylikgacha chaqaloq hech qachon gazsiz hayot kechira olmaydi. Norma u. Gaz hosil bo'ladi. Kerakli bakteriyalar kerakli muhitni yaratmoqchi. Siz ularni o'ldiradigan yoki unga qarshi turli-tuman sirop, malham deb, damlama deb yoki svecha, tabletka beraversangiz, qaytanga sharoit battar bo'ladi. Normal o'zini o'nglab ola olmaydi. U turli-tuman Instagramdagi videolarga qaramang, o'zlariga klient qilish uchun bu gaz yig'ilibdi, unaqa qilibdi, vitamin yetishmabdi, bunaqa deydi. Nima hammangiz bir nosog'lom bola topib turibman deb o'ylaysizmi? 4-inch sog', ko'kragingiz liqqa to'lib sut kelib turgan bo'lsa, bola yemadi, yig'laydi, boshini orqaga tashlab yig'laydi deydi. Qayerga tashasin? 2 oylik chaqaloqqa hali boshini, bo'ynini, suyagi, mushaklari yaxshi qotmagan. Qayerga tashaysan? Oldinga, yonboshroqqa mana bunaqa tashlab yig'lasinmi? Chilipnoy degan yana yangi dejurniy tashxisni qo'ydirib kelasizlarda, yana miyaga dori berasiz. Keyin 3 yosh bo'lmasdan burib bu dorilarni salbiy ta'sir natijasida nima qilasiz? Bolam ZPPP bo'lib qolibdi, zachirskiy psixическое речевое развитие bo'lib qolibdi deb yana logoped, kuchli nevrolog aqtarib, yana zo'r dori qidirib yurasiz. Bo'lmaydi unaqa narsa. Normada bolaga dori yoki qanaqadir bir muolajalarni qo'llash uchun ko'zlayvermaslik kerak. Sizni bolangiz ham yil qatori bizga o'xshagan bola. Sekin asta yig'lab, ichi ketib, bu qilib katta bo'ladi. Faqat unga tinch muhitni, o'z vaqtida sutini berib tursangiz, ustini bit qo'yib qo'ysangiz, tagi bilan xonasini akkuratni tinch ta'minlab qo'ysangiz, o'zi sekin katta bo'laveradi. Lekin doktor olib yuradi va bizniki deb zo'r yoki biznikini davolash kerak. Qanaqa vitamin beray deb 2 oylik chaqaloqni bo'ladigan vitamin ber. Yemiz sutni tarkibida hamma. Jon singiljonlar, bu dori makoni qilib yubordingiz organizmini. Qaynonalari-ku vobshe eshitmaysiz. Aql bermoqchi bo'lganlarga umuman quloq solmaysiz. Chunki o'zingiz aqllisiz. Instagramda profilni pulga ko'paytirib olgan, podpischisi ko'payib olgan, bunaqa kelinglar qabulga desa, darrov uchib borib, falon erni pulini rasxod qilib, apteka xalaq, erni pulini rasxod qiladigan siz xalaq, bu dori ximikatlarga qiynaladigan chaqaloqning organizmi halak. Bunaqa bo'lmaydi-da. Men Instagramni bir-ikkita mana shunaqa ko'rib o'tirib, aqllilik qilib noto'g'ri informatsiyalarni beradiganlardan bir ensam qotib ketadi. Shuning uchun o'zlaringizga bu yotig'i bilan tushuntirishga qaror qildim. Maksimum 4 oylikgacha bolani sut yemib yurganligi uchun, shu onasini suti uchun gaz hosil bo'lishi norma. Unga qo'shimcha kim qayerda yozilgan bu bolani ichaklarida gaz hosil bo'lsa dori berish kerak deb.
Menga dokazat qiling fan tomondan. Yo'q unaqa gap. Kishishni kolika degan faqat noto'g'ri emizganda, noto'g'ri ovqat berganda ifloslangan og'iz orqali qandaydir mikrob o'tganda hosil bo'ladi. Yoki hali bitmagan kindigini iflos kiyim bilan noto'g'ri parvarishlash natijasida va u tahoratini chala qilib kelib qo'liga perchatka kiymasdan bitmoqdami deb kindigini ochib mana bunaqa ushlab ko'radigan tibbiy xodim patronajchilari sanitar gigiyenaga rioya qilmasligi sabab bo'ladi. Sochlari yoyib yuborib, og'izga maska taqmay deb chaqalog'ingizga turli tuman odamlar yaqinlashaverishi sabab bo'ladi. Kishishni kolikaga yoki shamollab qolishiga. Ana shunday hodisalardan saqlab turish uchun ota-bobolarimiz 40 kunlik chilla degan davrni yaratgan. Meditsinada 2 oylik karantin yaqinlashtirib ko'rsatavermaslik kerak. Yoniga kiradigan vrach yoki hamshira sochlarini marliga o'rab, qo'lqop sterilniy perchatkalarni kiyib, og'zini yopib, burni bilan birga. Ana shu Sampinni qonun qoidalari. Meditsina buni tibbiyot bilgani uchun aytib, qaror qilib, buyruq qilib chiqarib qo'yibdi. Lekin bizda har kim kelib shaloq o'par, har kimga ko'rsatar, men tug'dim 2 oylik, 1,5 oylik, 1 oylik chaqaloqni jinkil unga olib borar, bunga olib borar. 50 kun, 40 kungacha olib chiqmay o'tir uyda, toza havo po'richkadan kiradi. Yuraverma dori degan narsalarni aytadigan qaynotalarni ham eshitmaysiz. Ular ham jim televizorni ko'rib, ko'k choyini ichib, navlingiz chiqqanini bildirmay yotaveradi. Bor halaq, kel halaq, u yoqqa bor, bu yoqqa bor, yoki u kelsa, bu kelsa, ko'rimlik, pul chaqaloqqa qo'y, bunaqa narsalar gigiyenani buzadi. O'rtoq onalar. Qarang, bugun qancha sizga informatsiya aytmoqdaman. Emizganda ham yotib emizasizda o'sha yotgan holatida qo'yib qo'ymang. 5 minut, 10 minut, 15 minut qorni to'ygan chaqaloqni ko'tarib mana bunaqa ushlab yuring. Nega? Oshqozon tepaga hazm bo'lmay ustini qaytarib yubormaydi shunda, buzilmaydi shunda, emgan usti bilan havo ketmaydi. Shuning uchun sal bolani emizganda boshini ko'tarinqroq mana shunaqa ushlab emizish kerak. O'zingiz ham yotgan, bola ham yotgan, xolasa mana bunaqa, xolasa bechora mana bunaqa tagingizda qolib ketmaganiga shukr. Har safar chaqaloqqa 1 haftalik bo'ladimi, 10 kunlik bo'ladimi, 3 kunlik bo'ladimi, emizgandan keyin 5-10 minut mana yarim yotgan holatida ko'tarib ushlab, badaningizga bosib, aylanib, xirgoya, allam aytib berib qarash kerak. Bilasizmi, men qancha minglab chaqaloqlarni og'ir kasalliklardan saqlab qolishda hissam tekkan. Shuning uchun shulardan kelib chiqib, amaliyotimdan xulosa chiqargan holatda ilmiy sizga ma'lumot bermoqdaman. Hozir частный vrachlarga qarasangiz, ular qarang, voy vitamin D yetishmayapti, voy unaqa masaj kerak bunga, voy bizga qatnashishingiz kerak, voy boshlari mana rahit deb tashlaydi. Rahitga boshi ushlab ko'rib tashxis qo'yilmaydi. Bu dangasa ona yotib ko'p emizgani uchun boshi bir tomoni 3 oylikgacha hali hamma umuman bosh suyagi yumshoq bo'lganligi uchun yalpashadi. Yoki uzoq yotqizib qo'yganligi uchun bir tomoni. Davri buni ko'rib rahit deb tashxis qo'yib baloyi handad tibbiyot mana shunaqa частный vrachlari ham bor, yo'q emas ba'zilari. Yana kelasiz, ko'ramiz deydi-da, 5 marotaba qatnasangiz $200 yes ularda. Sizga o'xshagan 10 tasini avrab-chavrab bir oyda qatnatsa $2000 yes. Demak, bilib qo'yingki, shu o'rinda aytaman, to'yib emib urgan chaqaloqlari qanaqadir vitamini yetishmovchiligi bor deb o'z boshimcha ximikat dori bermaslik kerak. Analiz, sidik, qon tahlillari. Shuning uchun tibbiyotda 3 oydan bir marotaba chaqirib poliklinikada analiz oladi, qon tekshiradi, sidik tekshiradi. Ana unda normada chiqadigan bo'lsa, bunga hech qanaqa kimyoviy vitamin bu narsalar kerak emas. Pochkalab, korobkalab hali 1 yosh bo'lmagan bolaga qancha dunyoni dorisini xarid qilib chala berib, suruq-puruq qarab o'tirmaysiz. Hamma mana yosh onalarning uyida yashik
siroplar, vitamin degan u maqtasa, bu maqtasa reklamada ko'rgan yoki aptekada ko'rgan turli tuman dori preparatlari olib tashlagan va ular hammasi 4dan 1igina berilgan yoki yarmi ham berilmagan. Chala-chulpa qilib tashlagan. Har qanaqasidan tattirib tashlagan. Bu bechorani keyin uyqusi buziladi, keyin qorni og'riydi, ichi ketadi. Ana shuning uchun unaqa mahsulotlarni beravermaslik kerak, aziz yosh onalar. Yig'ladi deydi. Kimni bolasi yig'lamaydi? O'zimiz ham nechta bola katta qildik, Xudoga shukr, yaratganga shukr. Hammasi yig'laydi. Lekin yig'ladi deb olib borasiz-da, nevrologga nima oson? Dori yozib berish oson. Tinchlantiruvchi deysiz, darrov miyani bloklovchi, uxlatadigan yozib beradi u. Siz o'zingizni tinchligingizni o'ylab, bolani bloklab, miyasini tinchlab qo'yasiz. Tormozlab qo'yasiz. Mozg ketdi. Salpaytirib, uxlatib olib yuradilar bozorlarda. Yoki o'zi telefon ko'rish uchun bolani uxlatib qo'yadi. Oson yo'lni topib olgan. Tinchlantiruvchi bo'lmasa ko'karib qolib yig'laydi. Yig'laganda men ham ko'karaman, yig'laganda men ham yuzlarim qizarib ketadi. Misol uchun, normal bu holat. Kimni bolasi yig'lamas ekan, boyagi orqaga tashlay, orqaga bola mana bunaqa tashlaydi degan diagnoz yo'q, yomon hodisa emas u. Qayerga tashlasin? Oldinga tashlasa sizga urilib qoladi. Yonboshga poзвоночник qiyshaymaydi. Bo'yin orqaga ketadi. Chunki orqaga bo'yin mushaklari yaxshi qotmagan bo'ladi. Orqaga tashlab yig'ladi, orqaga tashlab yiqiladi deb. Tavba qildim. Qayerga tashlab yiqilasan? Norma bu. Bu biologik dinamika bo'lib turibdi u. Kinezologiya degan fanda bor bu gaplar. Yig'lamaydigan chaqaloqni va yig'laganda yuzi qizarib ko'karmaydigan odamni bolasi bu dunyoda yo'q. Qornidan bo'lmaydigan chaqaloq yo'q. Nima uchun bu darajada dorilarni berib tashlaysiz? Chunki reklamning hozir hamma joyda marketing. Vrachlar farma biznesga o'tib ketgan, shuning uchun qo'rqituv, aldov tashxislar bor. Mana meni Doktor Ischanov kanalini kuzating YouTube'da. Ilmiy tomondan hamma narsaga bilim bilan yondashadigan bo'lasiz. Shuning uchun bolaga allambalo vitamin deb siroplarni gaz to'plandi deb beravermang. Emizishni to'g'ri qiling. Emizgandan keyin 10-15 minut ko'tarib yuring. Emgan paytida mana bu so'rg'ichni areolasi deb aytiladi. To'liq og'zi qoplab olsin, havo so'rmasin. Havo so'rgan taqdirda ham bu juda ko'p muammo emas. Kekiradi, qusadi, chiqib ketadi. Shuning uchun ko'krakni to'liq og'zi bilan vakuumli qilib qamrab olsa emgan paytida va emizib bo'lganidan keyin 5-10 minut ko'tarib yursangiz, qusmaydigan, qorni ko'p dam bo'lmaydigan bo'ladi. Dam bo'lgan taqdirda ham soat strelkasi bo'ylab massaj qilib, sipalab mana qorinni ona qo'li bilan va uni oyoqlarini virq chiqarib yuborsangiz, bo'ldi, yetadi shu. Bu normada shakllanmoqda. Shakllanishiga siz to'sqinlik qiluvchi ximikatlarni berib tashlaysiz, keyin ichi ketdi, battar bo'ladi. Keyin sevicha. Odamlar ko'rib to'g'riligini aytib turibdi kommentariyalarda. 4 oylikdan keyin sekin ichaklari normal muhitni yaratib olgani uchun gaz yig'ilishi kamayadi, normada, dorisiz ham. Sizni sutingizga o'rganadi. Asta sekin kolikalari kamayadi. U siz o'ylaganday deb qornim deb yotadigan narsa emas. Agar unaqa qilsangiz, sizni yana chuqurroq tekshiramiz deb sutingizni tekshiradi, mikrob chiqdi deydi, u qildi, bu qildi. Jирный klient qilib qo'yadi sizni. Bechorani topgan-tutganni mana shunaqa bo'lmag'ur narsaga sarflayverasiz. Chaqaloqning organizmi ximikat bilan zararlayverasiz. Kerakmi shu narsalar? Yeyishim kerak, sut bo'ladi, unaqa bunaqa deb jang'illatib bosib yeysiz. Homiladorlikni ham o'ziga yarasha to'g'ri ovqatlanish qoidalari bor. Agar bulardan bexabar bo'lsangiz, bilmaydigan bo'lsangiz, tibbiy ilova mobil kitob yaratib qo'yibman. Chaqaloqlar parvarishlar bo'limi bor. Homiladorlikka atalgan bo'limi bor. Женский bo'limi bor. Shunaqa narsalarni ko'proq ahamiyatli qilib bilim sifatida ko'rib, bilib, tanishib yursangiz, sog'lom farzandni yanada yaxshi tarbiyalaysiz, yanada yaxshi katta qilasiz. Lekin sizga ko'proq mitragilavor deydigan dugonani tavsiyalari zo'r. Kommentariyada siz buni oling, zo'r bo'lib ketadi desa gap kerak. To'g'rimi?
shunaqa aldamchi доказательный meditsinaga asoslanmagan, fan tomonidan isbotlanmagan ma'lumotlari internetda ko'p ko'rasiz bundan buyog'iga. Har birini qo'llash, har biriga quloq solish chaqaloqqa o'ta zararlashi bilan teng. Shuni unutmang. Kuniga 2 marotaba tana haroratini qo'ltiq ostidan o'lchab turing. Temperaturasi. Bunda ham kimdir aytsa, orqa ichakka tiqib yurmang yoki og'izga tiqib yurmang. Qo'ltiq ostidan o'lchang. O'ladi shu. Skvoznyakdan saqlang, uylarning hamma joyini ko'ring. Ozgina ham tirishqi shamol kirib turmasin. Yotadigan joyi приятный jihozlarning ranglari bilan ta'minlangan. Ustida bu narsa ko'p turmasin, misol uchun veshilka yoki shkaflar qo'rqinchli. Xonani namligi bilan temperaturasini aniqlab turadigan xona termometrini qo'yib qo'ying. Xona namligi o'rtacha 60-65%, xona harorati o'rtacha 24-26 gradus bo'lsa optimal harorat hisoblanadi. Mana shunda terisi toshma bo'lmaydi, allergiya bo'lavermaydi, yig'lavermaydi, terlamaydi, normalniy uxlaydi. Sharoitni yaxshi yaratib, aqlona bilim bilan hamma narsani konkret, optimal o'lchab ta'minlab qo'ying, bu katta bo'ladi. Emganidan keyin bolani sekin mana bunaqa qilib ushlab orqasini sipalasangiz, u ortiqchasini atrishka qilib havo bilan chiqarib tashlaydi. Bu norma. Darrov oddiy quruq salfetka, toza salfetka bilan artib oling. Burnini, og'zini artaflarini toza qilib qo'ying. Iliq suv bilan gohida namachit qilingan steril paxta bilan arting yoki doka bilan. Har safar mana shunaqa qilib sipalab, emganidan keyin ko'tarib 15 minut yuring. Ortiqcha gaz yoki havo hosil bo'lishi kamayadi. Normada lekin hosil bo'ladi 3-4 oylikgacha. Va yangi ovqatni qo'shganingizda yana qornidan bo'ladi va u safar ham ichi buziladigan bo'ladi. Bu ham norma. Tushundingizmi? Shuning uchun kam-kamdan bering deyiladi. O'rganib moslashish uchun. Keyingi o'rinda so'rg'ichlardan ehtiyot bo'ling. 100% bermay qo'ymang deya olmaymiz. Gohida uni kerak bo'ladigan vaqtlari bor. Shisha bilan sut berganda, emizganda yoki smes berganda baribir dam ko'proq hosil bo'ladi. Chunki havo so'radi, yangi mahsulot u. Va yeyotgan mahsulotlaringizga e'tibor bering. Qaysi mahsulotni yeganingizda shu mahsulotning natijasida chaqalog'ingizda 3-4 soatdan keyin gaz hosil bo'lmoqda. Misol uchun siz ertalab bo'kib o'lmaysan deb yaxshilab kartoshkalarni qovurib yedingiz. Obeddan keyin, emizgandan keyin oradan 2-3 soat o'tib, kechki payt bolada gaz ko'proq hosil bo'ldi. Ana demak, kartoshkani sal kamaytirish kerak yoki piyozni. Shunaqa mahsulotingizni tinglang. Hammani qorni bir xil, hammani organizmi bir xil degan gap yo'q. Kimnidir chaqalog'i normal reagirovich qiladi unaqa mahsulotlarga. Kimnidir chaqalog'ida tez qandaydir toshma chiqib ketadi. Shuning uchun chaqaloqqa organizmiga ona xuddi o'zini tanishi kabi quloq solish kerak. Undan keyin bir haftadan o'tgan chaqaloqlari sekin harakatini ko'paytirib, qo'l oyoqlarini o'zingiz dvijiniyasini kuchaytiring. Uni yonbosh holatda yoki qornida yotqizing. Asta-sekin u 10 kunligidan keyin uyga qaytganidan keyin o'zini bo'ynini ko'tara oladi. 1-2 minut, janari borsa 3 minut qornida yotqizib o'rgatishni boshlang. Ana shunda yanada hazm a'zolari normal hayotga tezroq moslashadi. Ichak muhitini normallashtirishga deb, misol uchun bifidobakterium yoki laktobakterium deysiz-ku, aslida u normada hosil bo'ladi. Faqat tez hosil bo'la olmaydi. Uni tezlashtiraman deb ximikat bersangiz, battar buzib qo'yasiz. Bifidobakterium ham, laktobakterlar ham hammasi sizni sutingizda. Sut orqali. Sut eng yaxshi tabiiy probiotik hisoblanadi. Yana bir ahamiyatli joyi, qorni futbolka kiygizib qo'yasiz, maykacha kiygizib qo'yasiz. Kindik sohalari 2 barmoq, 1 barmoq ochiq qolmasin. Qorin muzdek bo'lsa, ishlash jarayoni buziladi. Moddalar almashuv jarayoni uchun ichaklarga, qoringa optimal temperatura, harorat kerak. Ana shuning uchun ham chaqaloqni kiyintirganingizda bilingki, bel va mana shu qorin sohalari ko'tarilib, ochiq qoladigan bo'lmasin. Norma bo'lib tursin, hamma joyi qoplanib. Keyin juda ko'p gaz hosil bo'lgan taqdirda yana dori berishga emas. Qorin sipalash, oyoqni massaj qilish, mana bunaqa pirtillab chiqarish va 3-moslama bu maxsus
pediatr o'lchovlarini aytib yozib beradi. Naycha orqali to'g'richakdan gazni chiqarib tashlash. Tushundingizmi? Shunaqa usullari ham bor. Dori, ximikat yoki malham beravermaslik kerak. Tabiiy bo'lsa ham o'z boshimcha u ma'lumoti noaniq bo'lgan Instagramchilar reelslarda "Bolamga mana buni qaynatib berdim. Ana 3 kundan keyin zo'r bo'lib ketdi" deydigan prosmotr uchun ishlaydigan reklamachi, aldovchi, aldoqchilar bor. Hammani aytgan narsalarini darrov chaqaloqqa qo'llash mumkin emas. Ana shunday qilib bugun sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Menimcha bugun ham pediatriyadan ancha bilimlaringiz yuqorilab qoldi. Bugungi lavhada mavzudan nima bilimni yaxshi o'zlashtirdingiz? Qaysi ma'lumot sizga juda ma'qul keldi? Kommentariyaga yozib qoldiring. Keyingi lavhalarda yana qanday muammolariga shu kabi to'liq bafirja video ma'lumotlarni chiqarishimni so'rardingiz. Izohlarda o'z temalaringizni rejamga kiritishga tavsiyalaringizni qoldiring. До опять всем удачи, keyingi lavhalarda ko'rishguncha omon bo'ling, semirib ketmang. Poka. Juda ko'p bepul imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun ovulyatsiya kunini hisoblab bilish yoki o'z analizlaringizni natijasini tibbiyot tomonidan tekshirib ko'rish. Sababi nega kamaydi yoki nega o'zgardi, yechimi qanday bilish imkoniyatlari. Doktor Ischanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitob hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarda joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlarga yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachat qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'p yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skachat qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.